Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan uy sharoitida halol va mazali tushunka pishirib tayyorlab ko'rsatamiz. Bu uchun bizga kachalka qismi kerak bo'ladi. Go'shtimizni videoda ko'rsatilgandek qilib bo'laklarga bo'lib olamiz. Bu tushunkani tayyorlasangiz o'zingiz uyingizda ko'chadan boshqa tushunkalar sotib olib yemaysiz. Ham halol, ishonchli, pokiza o'zingiz qilganingiz juda mazali chiqadi. Mol go'shtini shunaqa kachalka qismidan 1,5 kilo atrofida oldim. Go'shtimizni to'g'rab oldik. Endi buni qozonga solamiz. Hammasini solamiz va ustidan lavrbarg murchlarimizni sovolamiz. Endi bunga 1 choy qoshiq tuzdan solamiz. Bo'ladi. Gazimizni baland qilib tegini suv sovolamiz. Suv solganimizdan keyin qaynab chiqqunigacha tegini sal o'rta baland qilamiz. Mana tushunkamiz ham qaynab chiqishni boshladi. Ustidagi ko'piklarini olib tashlaymiz. Olovimizni to'g'irlab olamiz. 5-6 soatga shunaqa qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Ora-orada suv kamayishiga qarab suv qo'shishimiz kerak. Xudo xolasa tushunkamiz keyin tayyor bo'ladi. Mana tushunkamiz ham tayyor bo'ldi. Endi uni suzib olamiz. O'zi hidlaridan ham ma'lum. Juda mazali va yumshoq bo'lib ketibdi. Go'shtlari ham. Juda yumshoq. Go'shtlari ham ancha titilib turibdi. Bismillah. Juda mazali chiqibdi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska, obuna bo'lishni unutmanglar.